$8,000 dollarga vokzal territoriyasidan Phoenix Cafe'ni shunda yonidan 55 kvadratlik uy olasizmi? Siz uchun mana shu videoni tayyorlab qo'ydim. Phoenix Cafe'ni shunda yonida 4 qavatlik domni 3-qavatda joylashgan 55 kvadrat ikkita xonali, hozir sizlarga xonasini ko'rsataman. Mana shu hol, prixoshkadan shunday kiraverishda mana shu bitta kattagina holi bor. Holdan keyin o'ng qo'lda mana shu yerda kirsalaringizga bitta chiroyli spalnisi bor. Spalni ham mana shu mebellari bilan konditsioner, ukrainskiy pechka, mana bu mebel shifonerlargacha. Operator yaqinroq qilasiz. Phoenix Cafe'ni shunda yonida joylashgan. Vokzal, Phoenix Cafe Vokzal Park yaqinda. Bu yerdan chiqamiz. Balkoni ham bor. Balkoni ham kattagina, buni detskiy xona qilsa ham bo'ladi. Vasha kattagina. Keyin bu yerdan chiqamiz, operator kuxniga kiramiz. Ayollarimiz yaxshi ko'radigan xona. Kuxnida kiramiz. Kuxnida ham hamma mebel texnikalari joyida. Gaz plita, stralniy mashina, mana bu yerga xolodilniklari bor. Trezalari mana bemalol bolalaringizni mana shu detskiy plashatkaga bemalol qo'ysalaringiz bo'ladi. Qarochi $18,000. $18,000 pulingiz bor. Ko'p pulingiz yo'q, lekin uy olmoqchimisiz? Bizga aloqaga chiqing. 18,000 oldindan to'laysiz, qolganini sizga 7 yilga halol nasiya savdoga qilib beramiz. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqing, sizga batafsil tushuntirib beriladi.